Suriyada alaviylar qo'zg'aloni aslida nima bo'lgan edi? Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, yaqinda Suriyada alaviylar yangi hukumatga qarshi qo'zg'alon ko'targan. Hukumat kuchlari isyonchilarni ularga qo'shib tinch aholini ham qirg'in qilgani haqida ommaviy axborot vositalarida xabarlar tarqalgandi. Xo'sh, aslida nima bo'lgan edi? Rostdan ham milliy ozchilik vakillari tinch aholi qirg'in qilinganmidi? Bu haqida voqealarni bevosita ichidan turib kuzatgan kishi Belgiyadagi Suriyaliklar forumi prezidenti Dr. Xolid Muhammad Kamolning xotiralaridan bilib olishimiz mumkin. Demak, men xotiralarni o'qishni boshladim. 2025-yil 6-mart Makr kechasi. Halab boshqaruvi qo'lga olingach, sohildagi faollar WhatsApp tarmog'idagi guruhda to'plandik va alaviy jamoasi shayxlarni Asadga qarshi turish va vatanparvarlik pozitsiyasini egallashga chaqirdik. Lekin afsuski bu borada ulardan javob ola olmadik. Sobiq shafqatsiz tuzum bartaraf etilib, Suriyaning barcha yerlari ozod qilingach, ular ommaviy af so'rab chiqishdi. Aynan shu narsa barchaning g'azabini qo'zg'atib yubordi. So'ng rasmiy bo'lmagan jamoalar Loziqiyaga yurish qildi. Biz imkoni boricha harbiy idoraga ko'mak berishga harakat qilardik. O'sha paytda harbiy idora boshqaruvi Shayx Hasan Soufonda edi. U paytda yangi hukumat talab qilgan yondashuvga ko'ra ozchilik toifalarga muomalada dinimizning ko'rsatmalariga rioya qilgan holda kechirimli bo'lishimiz va ziddiyat keltirib chiqaradigan xatti-harakatlardan uzoq bo'lishimiz kerak edi. Keyin ham maxsus ham ommaviy ko'rinishda bir qancha yig'ilishlar o'tkazildi. Yangi hukumat ozchilik toifalarni xotirjam qilish va yangi hukumat haqida yaxshi tasavvurni uyg'otish maqsadida bir qancha ziyoratlar tashkillashtirdi. Chunki hamma ularga nisbatan intiqom reaksiyasi bo'lishidan xavotirlanardi. Bu aloqalar shaharda hayot iziga tushib, barcha o'zining omonda ekanini ilg'agunga qadar davom etdi. Ayniqsa, xavfsizlik kuchlarining ehtirom bilan qilgan muomalalari osoyishtalikka katta hissa qo'shganini hech kim inkor qila olmaydi. Shu darajadaki hatto alaviylarning o'zlari endi ovozlarini balandlatib, o'z huquqlarini talab qila boshladilar. Hukumat ham bunga imkon darajasida ijobiy javob qaytardi. Nozir va idoradagilar barcha muammolarni bartaraf qilishga shunchalik harakat qilishdiki, natijada Shayx Hasan Soufon va nozirning telefon raqamlarini shahardagi har kim bilardi. Shayx Hasan va nozirning talablari bitta: qidiruvdagi kishilarni topish va qurollarni topshirishni talab qilishdan iborat bo'ldi. Aslida oxirgi 3 oy ichida barcha harakatimiz va o'rnatgan aloqalarimizga qaramay, qidiruvdagilardan birortasi ham topshirilmadi va yana alaviylarning aksari bartaraf etilgan tuzumning qoldiq kuchlari tomonidan sodir etilgan oxirgi operatsiyalardan ham xabardor edilar. Sobiq hukumat idoralarida xodimlar sonining mantiqqa to'g'ri kelmaydigan darajada ko'pligi ham katta muammo edi. 200 kishi mehnat qilishi mumkin bo'lgan joylarda 800 lab xodimlar ishga olingandi. Ko'pchilikning amalda qilinadigan ishi yo'q edi. Yangi hukumatga qiyinchilik tug'dirgan narsa ishdan ketgan xodimlarning delosini o'rganib chiqish bo'ldi. Bunga qadar esa xodimlarga ish haqqi to'lanishi sharti bilan 3 oylik ta'til berildi. Natijada alaviylar farzandlarining ishga qaytarilishini talab qila boshladi. Zero Bashar Asad ma'muriyati vatandoshlardan pora olish, o'z ishlarini suiiste'mol qilish kabilarga yo'l qo'yib berish orqali ularning ovozini o'chirib turgani ayni haqiqat edi. Binobarin mamlakatni shu kabi buzg'unchiliklar qurshab olgandi. Bu vaziyatda alaviylardan oralariga berkingan qidiruvdagilarning qamoqqa olinishida jiddiy kurashlarni talab qilardi. Shuning uchun ham mening fikrimcha huquq-tartibot organlari ular tomonidan amalga oshiriladigan ushbu operatsiyaning tafsilotlaridan voqif edi. Bu vaziyat ular uchun ilonni inidan tashqarida o'ldirish imkoniyatini berardi. Operatsiya mahalliy emas, davlat miqyosida rejalashtirilgan bo'lib, u bir necha bosqichlardan iborat edi. Birinchi bosqich Alaviy vakolatxonasini ta'sis etish. Ilonning boshi bo'lmish Shayx G'azol va Basil Xatib Islomiy Alaviy kengashining ta'sis etilganini e'lon qilish orqali buni amalga oshirgan bo'lishdi. Ikkinchi bosqich
Miqdod Fatiha kabi mashhurlar va internet sahifalari orqali media qo'shinini tashkil qilish. 3-bosqich avtonom bo'lish huquqi degan va'dani qo'lga kiritish. Bunga Livanda Hizbulloh, Iroqda jangarilar bilan yig'ilishlar o'tkazish orqali erishishlari mumkin edi. Shu bilan birga Suriya demokratik kuchlari hamda Suvaydoddagi Shayx Hijriy jamoasi bilan ittifoq tuzish ham kerak edi. Operatsiyaning boshlanishi xavfsizlik kuchlari shahar hokimi va qishloq raisi qo'lidan qidiruvdagilardan birinchi qabul qilib olish uchun Doliya qishlog'iga kirdi. Qidiruvdagilardan biri qabul qilib olindi. Men o'zim operatsiyadan to'g'ridan-to'g'ri xabardor bo'lib turish uchun aloqani uzmadim. Qidiruvdagilardan biri topshirilgach, xavfsizlik kuchlari Doliya bilan Bayt Oni qishlog'i orasida bir guruhning hujumiga duch kelgan. Og'ir qurollangan bir guruh pistirmadan hujum boshlashi natijasida xavfsizlik kuchlari safidagi 13 kishi halok bo'lgan. Urush mana shu yerda boshlandi. Reja quyidagicha edi. Jabala shahrini to'liq qo'lga olish bir necha bosqichlik harakatlar bilan Xums, Tartus, Baniyas va Jabala yo'llaridan kelishi mumkin bo'lgan yordamlarni yo'lini to'sish. So'ng Tartus, Baniyas va Loziqiya shaharlaridagi sobiq tuzum kuchlarini harakatga keltirish. Reja deyarli to'laligicha ish berib, yordam yo'llari rejalashtirilayotgandek yopib qo'yildi. Bu asnoda rejasiz otilgan o'qlar nishoniga aylangan ko'plab tinch aholi halok bo'ldi. Natijada Jabali shahri to'liq qo'lga olindi. Rejaga ko'ra, Iroq jangarilari avval Tamdur, so'ng Xums yo'nalishi bo'yicha kirib kelishlari kerak edi. Bu narsa kelishilgan vaqtda Mohir Asad boshchiligida amalga oshishi rejalashtirilayotgandi. Livan Hizbullohi jangarilari ham xuddi shu vaqtda Qusayr orqali kirib kelib, Xumsda birlashishardi. Shu tariqa Mohirga qarashli kuchlar va Bashar Asadning yetim qolgan tarafdorlari tog'lardan va Livan shimolidan kirib kelib, sohil tomondagi shaharlarni qo'lga olishmoqchi va hududdagi navbatchi kuchlarni o'ldirib, Suriyadagi ichki yo'llarni to'smoqchi edi va shunday bo'ldi ham. Ayni paytda Kurdistondagi kommunist partiyaga qarashli jangarilar Halabga sharqiy tomondan yurib borib, shaharni qo'lga olish niyatida edilar. Xuddi shu paytda sobiq tuzumning yashiringan qoldiq kuchlari Damashqning turli burchaklaridagi tarafdor guruhlarni aylanib chiqishardi. Maqsad Suvaydod ma'muriyati binosidagi davlat bayrog'ini olib tashlash orqali urush e'lon qilgan jangarilar bilan Damashqda Sion harbiy uchoqlari himoyasi ostida birlashish edi. Bu rejadan xabar topgan Turkiya istixboroti Iroq hukumatiga Turkiya harbiy uchoqlari osmonda Suriya hududi yaqinidagi har qanday harakatlarni urushga tayyor ekanini bildirgan. So'ng bayroqdor turk harbiy uchuvchisiz uchoqlari harakatlandi va birinchi bo'lib urush e'lon qilinishi bilan Halab tomon yaqinlashib borayotgan Xandil jangarilari va operatsiyaning boshqaruv nuqtalarini urdi. Bu hujum ularni hujumni to'xtatishga va chekinishga majbur qildi. Turkiya uchoqlari osmonda turib, sionistlarni ular aralashgan taqdirda buning badalini o'tashlaridan ogoh qilib turdi. Natijada sionistlar daxl qila olmadi va janubdagi jangarilar himoyasiz qolishdi. Suriya xalqi o'zlari ommaviy safarbarlikka chaqirildi. 10 minglab vatandoshlar kechasi Havron va Qunaytiraga chiqib borishdi va Damashq janubidagi harakat mag'lubiyatga yuz tutdi. So'ng Damashqning boshqa yerlaridagi sobiq rejim tarafdorlari bo'lgan qoldiq kuchlar harakatga o'tdi. Qo'shin va xavfsizlik kuchlari esa ularga qarshi pistirmada edi. Ularning sohildagi harakati sohil shaharlaridagi xavfsizlik kuchlari tomonidan hududdan uzoqlashtirishga muvaffaq bo'lindi. Ularning shiddatli va jirkanch hujumlari natijasida 150 dan ziyod xavfsizlik kuchlari vakillari halok bo'ldi. Ular shaharlarni bosib olib, yo'l va ko'priklarni to'sdilar. Ommaviy safarbarlik chaqirig'idan keyin hududga yetib kelgan 100 ming qurolli qo'shin ularni siqib chiqardi. Ortidan Livan hududidagi kirishlar Qusayr va Tartus tomonidan yopib qo'yildi. Keyin esa hududdagi qoldiq kuchlar bilan urush boshlandi. Shaharlarni qaytarib olish uchun qilingan urinishlar natijasida dushman kuchlarining barchasi bartaraf etilib, to'ntarish harakatlariga barham berildi. Keyinchalik yordamlar yetib keldi va ilonning boshi tanasidan judo qilindi.
Mohir Asad yaqindagina Iroqdan Rossiyaga jo'nab ketdi, chunki u endi otasi Hofiz Asadning rejasiga suriyaliklar nuqta qo'ygani kabi o'zi ham akasining to'ntarish rejasini ham yo'qqa chiqarganiga ishonch hosil qildi. Suriyaliklar bu to'ntarishni mag'lubiyatga uchratib, Mohirning oxirgi umidini ham yo'q qildilar. Butun bu harakatlardan qo'lga kiritilgan natija biz xalq sifatida davlatimizni va hukumatning ko'rsatmalarini qo'llab-quvvatlamoqdamiz. Chunki biz ularning ichki va tashqi siyosati, islohotlari va jinoyatlarni kamaytirishga bo'lgan jiddiy harakatlariga ishonamiz. Ushbu bosqich Suriyaga o'z farzandlarining sa'y-harakatlari bilan o'z ma'muriyati atrofida birlashishdan boshqa narsa olib kelmadi. Shu bilan birga ushbu xiyonat zulmatiga chulg'angan kechada ko'plab alaviy yurtdoshlar, askarlarimiz, xavfsizlik kuchlari va tinch aholi orasidan yaralanganlarga o'z eshiklarini ochganlarni, ushbu qirg'inni to'xtatish yo'lidagi qilgan ezgu harakatlarini hech qachon unutmaymiz. Biz Suriyani birlashtiruvchi davlat bo'lishini xohlaymiz. Hech qanday bo'linishni qabul qilmaymiz. Xavfsiz va totuv jamiyat uchun harakat qilamiz. Biz ushbu qirg'inni to'xtatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qildik. Lekin sobiq tuzum tarafdorlari bo'lgan esi past qoldiq kuchlar bizni mana shu ishga undadilar. Hozirga kelib biz jarohatimiz tuzalishi va Suriyaning qayta tiklanishi uchun harakatlarni boshlash uchun biroz vaqtga ehtiyoj sezmoqdamiz. Binobarin, kelgusida ham shu davlatning nomi ostida biz bilan chin hamkorlik istagida qo'l cho'zganlarga qo'limizni beramiz. Alaviy hamyurtlarimizga Erondan ham, Rossiyadan ham yaqinroqmiz. Shu bilan birga ushbu o'tish davrida adolatning o'rnatilishi va barcha qidiruvdagilarga kerakli choralarning ko'rilishi voz kechilmas talabimiz bo'lib qoladi. O'z madaniyatiga ega odil Suriyani barpo qilish yo'lida bizni oyoqqa turg'izadigan tamoyillarga qarshi chiqilishiga aslo yo'l qo'ymaymiz deb o'z xotiralarini yakunlagan Suriyaliklar forumi prezidenti Dr. Xolid Muhammad Kamol. Azon Globalni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.